Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugungi mavzuyimiz qafas baliqchiligiga bag'ishlanadi. Qafas baliqchiligini tashkil etishdan to baliq mahsulotini yetishtirgungacha bo'lgan jarayonni o'zimizda tashkil qilgan qafas baliq xo'jaligi misolida boshdan kechirgan tajribadan kelib chiqib ochib berishga harakat qilamiz. Bunda qafas qurilishi, uni o'rnatish, baliqchavoqlarni keltirish, yem va boshqa narsalarning transportirovkasi, yem berish tartibi, qanaqa yemlar beriladi, uchraydigan baliq kasalliklarga nimaga e'tibor berish kerak, uni oldini olish choralari yoki butun baliq xo'jaligiga qanaqa xavf-xatar bor va oxirida bu ish daromad keltiradimi yo'qmi hisob-kitoblar orqali bu masalaga ham oydinlik kiritib o'tamiz. Demak, baliq boqiladigan qafas o'zi qanaqa tuzilishga ega? Bu ikki qismdan iborat bo'lgan bitta konstruksiya. Tepa qismi karkas, ya'ni suvni ustida qalqib turadi. Ikkinchi qismi ko'r, kamera, bu o'sha karkasga ilinadi va o'sha suvni ma'lum hajmini ko'r bilan o'rab olgandek bo'ladi va butun jarayon o'sha qafasning ichida kechadi. Baliq ichiga tashlanadi va boqish jarayonlari o'shaning ichida kechadi. Qafaslar tuzilishiga ko'ra har xil bo'lishi mumkin. Shakli to'rtburchak, 8 qirrali yoki dumaloq, lekin bitta o'sha prinsip ishlaydi bari hammasida ham. Shu ko'tarib turadigan, qalqib turadigan konstruksiya va to'r qismidan iborat. Qafas baliq xo'jaligi tashkil etishda nimadan boshlash kerak? Avvalambor o'sha suv havzasini yaxshilab o'rganib chiqish kerak. Hamma ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Chuqurligi, oqimi, shamol yo'nalishi. Undan keyin yaxshi komanda yig'ib yasashni boshlash kerak. Biz yasashda mana temirdan foydalanganmiz. Temir profillarni 4x4, 4x8 ni tanlab olganmiz. Stenkasi 1.3 va yasash boshlanib ketgan. Yasashda payvandlash uchun oddiy svarka apparatidan foydalanganmiz. Bu yerda 220 tok ishlatilgan, lekin ko'pchilik aytadi, o'zgarmas tokda qilsa baquvvatroq bo'ladi deb, o'shanda ham sinovdan o'tkazganmiz. Mana o'zgaruvchan tokda ham yaxshi svarka bo'lgan. Nimadan yasaladi? Mana bizning misolimizda temirdan yasagan bo'lsak, yana boshqa tajribamizda yog'ochdan ham yasaganmiz. Undan tashqari mana Eronning plasmas konstruksiyaga ega bo'lgan qafaslari ham bor. Undan tashqari alyumin listlardan ham mana bunaqa stoykalarni qilib yasash mumkin. Alyumin bilan plastik trubalarni birgalikda kompleks ishlatib, undan tashqari yana yog'ochchi suvga chidamli turlardan ishlatib, uni ham kompleks ishlatsa bo'ladi. Endi mana biz 8 qirrali qafasni konstruksiyasi deyarli bitdi. O'tda ustidagi yo'lagiga qolgan simlar bilan shu katak ko'r shaklida ustiga o'zimiz qo'lbola usulda o'sha simlarni tekislab ustiga yana svarka qilib chiqamiz. Bu yerda ko'rsatmoqchi bo'lganimiz mana har bitta stiklari bir-biriga zich yopishganligi oldin suvga tushirishdan oldin yasab olinadi, quruqlikda yig'ib olinadi, keyin yana alohida qilib ustiga yuradigan mana bu simlardan svarka qilinib, mana bu apparat yordamida tortiladi. Tekis bo'lgan simlarni o'sha yasalgan har bitta modulni ustiga qo'yib, har bitta sim alohida mana bunaqa usulda svarka qilinadi. Bu yerda mana tagiga duga qilib, kamalak qilib qo'yib qo'yganmiz. Qo'yib o'rgandan keyin yana simlar tortib, tekislamaslik uchun, qiyshaytirmaslik uchun. Undan keyin kraska ishlari olib boriladi. Biz birinchi mana pulverizatordan foydalanib kraskalamoqchi bo'lganmiz, lekin bu yerda ancha-muncha kraska isrof bo'lar ekan, hamma yoqqa sepiladi va samaradorligi pastroq bo'lgani uchun undan voz kechib, keyin valik usuliga o'tganmiz va valiklar yordamida yaxshi ekonomik bo'lib kraskalaganmiz. Kraskalashda mana shu kraskadan foydalanganmiz. Bu reklama emas. Undan keyin o'sha konstruksiya hammasi kraskalangan konstruksiyani o'sha suv havzasini oldiga olib kelib, o'sha keng joyda yig'ish ishlarini boshlaganmiz. Qanaqa bo'ladi bu konstruksiya? Konstruksiya yumaloq va to'rtburchak shakllariga ega bo'ladi. Ular birlashtirib bitta to'liq konstruksiyaga ega bo'ladi. Ko'rib turganlar ustida yurish uchun mo'ljallangan. Joylarga bochkalar o'rnatib, hammasi birlashtiriladi. Qo'y. Setkasi o'zi zavoddan chiqqanmi? Zavodskiy bo'lgan setkalar.
Mana ko'rib turganingizdek, bochkalarni har bittasini o'z joyida taxlab oldik. Nomerlangan bular, hammasi raqamlangan, birinchi, ikkinchi. O'shanga qarab, o'sha boyagi qurg'likda yig'ib olgan tartibimizda bu yerda ham raqamiga qarab suvda yig'iladi. Undan oldin mana bochkalarni joylashtirib, har bittasini stvorka bilan qotirib, yana joyida. Bochkalarni ham ichida havo, lekin yaxshisi o'sha ko'tarib turadigan bochkalarning ichiga hokey bilan to'ldirgan yaxshi. Ancha yana ko'taruvchanlik kuchi oshadi. Bitta seksiyani alohida suvga tushiriladi va ikkinchisi bilan birlashgan joyda boltlar bilan qotirilib, mana bunaqa konstruksiya yig'iladi. Konstruksiya yig'ilgandan keyin uni o'sha mo'ljallangan joyga olib borib joylashtirish masalasi turadi. Undan oldin har bitta konstruksiyani, har bitta qafasni alohida yig'ib olinadi va keyin bitta konstruksiyaga birlashtiriladi. Qafas o'rnashda nimaga ahamiyat berish kerak? Demak, shamol yo'nalishiga e'tibor berish kerak. Kuchli shamol bo'layotgan tarafga qarab o'rnatilmasdan, uni oldini to'sib turadigan bitta qiyalikmi, tog'mi, o'shani biqiniga joylashtirish kerak. O'sha butun kuchli shamol o'shani to'sib turadi yoki oqimga e'tibor berish kerak. Hatto oqim bo'lsa, kichkina oqim bor joyga yoki qo'ltiq bo'lib qo'ygan joylarga o'rnatish kerak. U yerda suv almashinuvi yaxshi bo'lmaydi va qafasdagi suv sifatini yomonlashishiga olib keladi. Undan tashqari chuqurligiga ham e'tibor berish kerak. Qancha chuqur bo'lsa, shuncha yaxshi. O'zi odatda qafas baliqchiligida uni yuzasini kattaligiga qarab chuqurligi ham oshib borishi kerak. Nimaga aynan tuya bo'g'iz suv ombori deyilishiga javob beradigan bo'lsa, tuya bo'g'iz suv ombori Toshkent viloyatida joylashgan bo'lib, Toshkent shahriga eng yaqin joy hisoblanadi. Toshkent shahar hozir O'zbekistonning markazi hisoblangani uchun oldi-sotdi jarayonlari ham rosa qizg'in ketadigan joy Toshkent shahar hisoblanadi. Endi nima uchun aynan sadok deyilgan bo'lsa, foydalanishda qolgan sistemalarga nisbatan baliqlarni boqishda juda qulayliklari ko'p. Bularda suvni almashishi, kislorodga bo'lgan talablar, undan tashqari suv omborining o'zini biologik resurslari, bulardan agar to'liq foydalanadigan bo'lsa, albatta qolgan sistemalardan ancha yuqoriroq ko'rsatkichlarga erishish mumkin. Suvda qanaqa baliqlarni bu yetishtirsa bir daromad kattaroq bo'ladi bu sistemada? Sistemada Afrika laqqa balig'i, xudo xohlasa bizda rejada, keyin karp baliqlari, bu yil qishga rejamizda bor, sinov tariqasida parel baliqlari. Bundan tashqari qafasda baliqlarga qarab yemini berib turadigan ish personal mutaxassislarga ham sharoit yaratib berish kerak. Buning uchun biz ham mana shu panton ko'rinishidagi karkas yasab oldik. Bu yerda 112 ta bochka ketadigan bitta panton. Endi pantonning ustiga hali pol qilinadi. Mana bochkalarni joylashtirib oldik. Konstruksiyani yasab bo'lgandan keyin bu og'irlashib ketmasligi uchun boshqa narsalar qilmay turamiz va itarib suvga tushirib olamiz. Endi ko'pchilik bo'lib suvga tushirib olamiz va undan keyin qolgan jarayon hammasi suvning ustida bo'ladi. Ferma ko'rinishida qilish kerak. Agar ferma ko'rinishida bo'lsa, 2 qavat profilda tushgan bo'ladi. Orasida keyin qiyalik bilan yana berilgan trubalarda yordamida ferma ko'rinishida qilinsa, uni egiluvchanligi yo'qoladi. Va hozirgi bu qilganimizda egiluvchan bo'lib qolgan. Bir tomondan bu ham yaxshi. Bundan keyin suvga tushirib, kerakli joyga olib kelgandan keyin to'k bor joyga uni qolgan ishlarini davom ettiramiz. Bu yerda bu tomini yopish ishlari, polini qilish ishlari, poli bir 3 santimetrli doskalardan qilingan, taxtalardan 3 ga 2 mi, 4 ga 4 mi bir uycha quriladi. Uyi ham o'sha ham issiqqa ham sovuqqa ancha barqaror bo'lgan materiallardan yasaladi. O'rtasi poke, ikki cheti tuniki, ichi laminatdan qilinadi. Endi albatta bu yashash uchun sharoit qilish kerak, chunki kecha kunduz baliqlar nazoratda bo'lishi kerak. Har bir soatda baliqqa yem berish kerak, uni doimiy nazoratda ushlab turish uchun unga qaraydigan personal ham o'sha joyda yashashi kerak. Endi bizning mo'ljallagan joyimiz suv omborini 500 metr ichkarida joylashganligi uchun unga o'sha ustida yashab qaragan qulay deb topdik va o'shanga yarasha o'sha yerda yashaydigan sharoitini ham qurib panton ustiga joylashtirdik. Endi mana bu qafasimizning ko'rinishi, ustida yuradigan setkalarning qanaqa qilinishi, mana arqon qanaqa boylanishi, mana ko'rib turganingiz rasmdagi bu langarlar betondan qilingan, bochka qolip sifatida ishlatilgan. Uni joyigacha tortib borishda yo pantondan yoki o'sha
boshqa qurilmalardan foydalanish mumkin. Borib o'sha kerakli joyga qo'yilgandan keyin o'sha joyga cho'ktiriladi va uni suvda bitta joyda turishi ta'minlanadi. Qafasni to'riga keladigan bo'lsak, qafasni to'ri poliamid yoki kapron deyiladi. Shu kapron materialdan to'qilgan bo'lishi kerak. Endi boshqa materiallardan ham to'qiladi, lekin eng suvga ham, quyoshga ham chidamli material shu kapron bo'lganligi uchun shuni tavsiya beramiz. Mana iplarining ko'rinishi qanaqa bo'lishi kerak? Bu endi tugunsiz to'r hisoblanadi, ya'ni bez uzlovoy. Uzlovoy degani ham bo'ladi. U ham mustahkam, lekin oxirgi yillarda mana bu to'r juda ommalashib ketdi va sifati ham undan yuk ko'taruvchanligi ham undan ancha yuqori bo'lganligi uchun shundan foydalanamiz. Mana endi bu to'rimizni qaraydigan bo'lsak, bu yerda to'rimizning ko'zlari, katakchalari ancha kengroq. Mana bunisi esa 10 millimetrli mana barmoq zo'rg'a kiryapti. Mana ip qalinligini ko'ryapsizlar. Gugurt cho'pidan ham qalinroq, ancha mustahkam hisoblanadi mana shu usulda tikilgani. Endi bu yerda mana osilganini ko'rib turibsizlar, qanaqa rombik shaklda turibdi qafasimiz. 28-may 2023-yil. Mana shu sadokki turishi sal nikovaroq. Mana tegida gruzlari turibdi, mana burchagiga osilgan, o'rtaga osilgan, lekin xalta bo'lib turibdi o'rtasi. Mana bu yoq tomoni ham xuddi shunaqa. Xalta bo'lib shamol qatga bo'lsa, masalan, tashqaridan ichkariga shamol bo'ladigan bo'lsa, ichkarini gidetda bir yarim metrgacha bo'lgan joyi mana bunaqa xalta bo'lib turadi. Baliqlar shundan cho'chiyapti, setga kichkinalashyapti deb stressga tushib yaxshi his qilmayapti o'zini. Shuning uchun mana bu yerda mana tashqariga chiqib turibdi. Xalta. Masalan, shuni naqs qilib, mana ichkaridagi mana bunaqa bo'lib turibdi. Tekis turmayapti. Hamma sadok ham shunaqa emas. Tekis turgan sadok ham bor. U birinchi tashlaganimizdan beri tekis yopishgan. Devorlari tekis mana. Hozir yarmigacha mana bunaqa. Mana bu yerda gruz bor. Gruzni tortib kirib ketgan. Ikkita burchakda. Mana bu yerda ham gruz bor. O'rtasi mana bunaqa xalta. Mana bu yoqdan shamol bo'lyapti, bu yoqqa xaltaligi oshyapti. Xuddi shunaqa sadok, to'rt burchak, faqat mana endi devorlari tekis turgan holati bu mana. 4 ta burchak ham idealni tekis bo'lib turibdi. Pastga cho'kkan hammasi xuddi shunaqa gruz osilgan. Mana hech qanaqa xalta bo'lmayapti-da bular. Sadok tekis turibdi hamma tomonidan. Mana 8 burchakli sadokda ham xuddi shu muammo bor. Mana bu sadok tekis turadi. Hech qanaqa teshaymaydi. Tekis turadi hammasi. Hozir yana bittasini ko'rsataman. U sal mana bu tegidagi arqonga nisbatan cho'ntak bo'lib qolgan. Mana endi bu sadok turishi. Xuddi shunaqa gruzlar cho'kib turilgan. Lekin mana bu ikkinchi arqon даже mana chetiga yetib kelmasdan qiyshayib mana o'rtaga borib qo'yapti. Mana bu o'rtada cho'ntak kichirayish paydo bo'ldi. Bo'lmadi. Mana shu doim mana shunaqa turadi. Mana bu yerda ham mana osilib turibdi. Qafasda qanaqa baliq turlari boqilishi mumkin? Endi respublikamiz sharoitida hamma baliq turlari ham to'g'ri keladi. Masalan, mana hozir qish paytida tajribadan o'tkazdik. Farel balig'i ham 6 oy mobaynida o'sha Toshkent suv omborida qish vaqtida qish yaxshi qabul qildi. Bir haftada o'zini tutishi yaxshi. Yaxshi o'tkazdi. Qish vaqtida ham mana oziqlanib, faqat agar 3 gradusdan tushsagina u farel balig'i oziqlanishdan to'xtaydi va bu taxminan bir 20-30 kun oziqlanmay turadi. Lekin qolgan vaqtlarda yaxshi oziqlanadi, tez o'sadi.
shuni ham bir inobatga olib qo'yish kerak. Bu respublikada birinchilardan qilingan ish bo'lib, demak, ham qishda ham yozda bitta suv omboridan foydalanish texnologiyasi desa ham bo'ladi. Yana qanaqa baliq turlari boqsa bo'ladi? Masalan, sudak baliqlarni agar texnologiyasi yaxshi o'rganib ishlatilsa, bu ham ish berishi mumkin, chunki sudak balig'i ham o'zimiz respublikani tabiatida uchlaydigan baliq. Faqat intensiv texnologiyasini o'rganib kelish kerak. Undan tashqari mana oqamur balig'i hozir katta qiziqishlarga sabab bo'layotgan baliq, uni ham intensiv tizimlarda yetishtirish mumkin. Undan tashqari o'zimizning karp baliqlari keng tarqalgan, bu eng samarali baliqlardan bittasi. Yana bitta balig'imiz bu osyotir baliqlarini masalan qafas sharoitida ham yetishtirish mumkin. Mana Afrika laqqasi tropik baliqlardan hisoblanadi. Bu asosan bahor, yoz, kuz oylarida ham yetishtirsa bo'ladi. Undan tashqari yana bitta o'sha tropik baliqlardan tilapiya balig'i ham o'zini yaxshi his qildi. Buni ham bir tajribadan o'tkazdik. Buni ham yetishtirsa bo'ladi. 14-iyun 2023-yil Toshkent dengizida qafas baliqchiligida mana farel balig'i 14-iyungacha yashaygan. Yetib keldi, oxirgisi mana bugun o'ldi. Bu harorat 26 gradusgacha ko'tarildi. Bu o'zi 18 gradusgacha yashaydi. Shuning uchun kislorod harorat ta'sir qilib ungacha yashab keldi. Mana bu ham hozir o'rtacha bir 670 gram. 1 kilogacha borib 1 kilo 200 gram bor. Так что hosildorlik ko'tarish bo'yicha yangi yo'nalishni ham qishin yozin sadokda baliq boqish texnologiyasi ishlab chiqilyapti. Qishda farel, yozda karp. Demak, baliq chavoqlarini tashda qanaqa qilib tashiladi? Mana ko'rib turganingizdek, o'sha tri baliq tashiydigan mashinalardan foydalaniladi. 3 tonnali, o'shanga masalan 200-300 kilo ortiladi va qirg'oqqacha olib kelinadi. U paytda qirg'oqqa bitta qafasni ajratib yoki tashish uchun mo'ljallangan qafas bo'ladi. O'shani olib kelib qirg'oqqa o'sha mashinaga iloji boricha yaqinroq olib kelinadi va o'sha mashinadan to'g'ridan-to'g'ri qafasga tushiriladi va sekin qafasni o'zini tortib borish orqali o'sha kerakli joyga, baliq xo'jaligini joyigacha tortib olib boriladi. Bundan tashqari, endi o'sha salafan paketlarda ham o'sha sotib olinayotgan xo'jalikni o'zidan to'g'ridan-to'g'ri salafan paketga ortiladi. Undan mashinaga, mashinadan qayiqqa ortib, shu qayiq orqali ham olib kelsa bo'ladi. Bu usulda ham farel, ham sazanni, ham mana laqqa balig'ini baliqlantirsa bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri qafasni o'zi qirg'oqqacha olib kelinadi va o'sha uzun rukava deymiz, o'sha salafan orqali, tarnov orqali qafasni ichiga tushiriladi. Bu yerda yaxshi tarafi ancha stress ham olmaydi baliq, ya'ni ko'p soni ko'p bo'lgan Afrika laqqasi chavoqlari bittada kelib olish. Mana shu mashinani o'zida bir 10 mingtacha olib kelib olish bo'ladi. 27-may mana karp laqqalarini tashib ketyapmiz. Iloji yo'q, motor yo'q. Shuning uchun eshkayda motor ham rejamizda bor. Xudo xolasa yetishamiz shu kunlarga ham. Ketyapti. Laqqa TST Fish klasterdan olindi, laqqa. Karp 27-may. Sadok tomon ketyapmiz. Bu yerda motor yo'liga ba'zi paytlarda pam berib qolishi mumkin, chunki shamol turib qolishi mumkin. Ozgina shamol ham o'sha eshkak bilan olib borishga ancha qiyinchilik tug'diradi. Shuni hisobiga motor bo'lishi shart deb hisoblaymiz va oxirgi yillarda mana motor oldik va motorda ham juda kuchli tezlik bermasdan minimal tezlik bilan sekin olib boriladi. Mana shamolga qarshi bo'lsa ham o'shandagina shamolga qarshi yurib borish mumkin. Shundan keyin olib kelinib o'sha qafasdan bu qafasga yo o'sha qafasni ikkinchi qafasga bo'shatib yuborish usuli bilan o'rnatiladi yoki o'sha sachok bilan bitta olib o'tkaziladi. Birinchi kunlarda tushgan baliq mana ko'rib turganingizdek hammasi qafas devoriga borib o'sha ozodlikni his qilib chiqmoqchi bo'lib harakat qiladi, lekin bir 2-3 kunda bu qafas haqiqatdan ham bular uchun qafasligini tan beradi va o'sha ichida suzishni boshlaydi va oziqaga o'rgatishi
boshlaymiz shu paytda. Endi Afrika laqqasiga keladigan bo'lsak, mana o'sha xo'jalikdan kerakli o'lchamlari, ya'ni o'sha qafas katakchalardan chiqib ketmaydigan darajadagi o'lchamlardan olish kerak. Bundan oldindan hisob-kitob qilinadi va o'sha qafasni teshigidan, setkasini teshigidan kattaroq bo'lgan baliqlar olinadi. Endi biz olayotganda birato'la o'sha saralash usuli bilan olgan yaxshi, hammasini bir xil o'lchamda olgan yaxshi. O'shaning uchun olayotgan joyi o'zida o'sha sortirovka qilinadi va bir xil razmeri olinadi va o'sha ko'rib turganingizdek mashinaning ichiga salfan qilib, suv quyib ortiladi. Bir ortganda masalan 4 minutgacha ortish mumkin. Uni keyin o'sha mashinani qirg'oqqa qo'yib, mana bunaqa konteynerlarga ortib, konteynerlarni qayiqda olib kelib sekin baliqlantirish mumkin. Ko'rib turganinglar mana shu 20-30 grammlik baliqlar, shu 15-20 santimetrlik baliqlar. Endi olib kelayotganda mana ko'rib turganinglarda dorilab olish kerak. Mana hozir metilen ko'kini rangi ko'rinyapti, ko'k bo'lib, ana shunaqa olib kelishi o'zida bitta dorilab olsa, o'sha xo'jalikda uchraydigan barcha tashqi parazitlar bormi, zararli kasalliklar o'sha joyi o'zida bartaraf qilinadi. Endi laqqalar karpga nisbatan ancha chidamli va ancha stressga bardoshli baliq hisoblanadi. Shuning uchun ham tez yemga kirishib ketadi. Lekin bu yerda bitta minus tomoni o'sha suv harorati alohida e'tibor berib olib kelinadi. Mana baliqlarimizni baliqlantirib bo'ldik. Bu davrga kelib qanaqa oziqa berilishi hammasi zaxirada turgan bo'lishi kerak. Uni oldindan hammasi chorasi ko'riladi. Chunki bizga har bir kun g'animat. O'sha kun keldimi, darrov oziqaga kirishib ketish kerak. Kerakli davrga kelganda bizga o'sha mo'ljallangan vazn chiqish kerak. Oziqlanishda mana masalan Afrika laqqasi. Bu endi yirtqich ham og'iz apparatini, og'zini tuzilishidan kelib chiqib, bunga farsh ham juda qulay, chunki tishlab yulib olib yutishga qulay juda. Shuning uchun hozirgi respublikamizda mavjud bo'lgan parrandachilik ikkilamchi mahsulotlardan foydalansa bo'ladi. Bunga endi qo'shimcha elektr energiya kerak. Bu svejiy deymiz, o'sha farsh, masalan mana tovuq farshi, kalla, oyoq hammasi misorobkadan chiqarib farsh qilinadi. O'shani masalan saqlab turish kerak. Doimiy yangi kelish kerak yoki muzlatilgan kelish kerak. Shuning uchun qo'shimcha o'sha xolodilnikdan, muzlatgichdan foydalaniladi. Doimiy xolodilnikda zaxira turishi kerak. Mana bu usul bilan ham boqsa bo'ladi. Bu endi respublikada ancha tajribadan o'tgan usul. Masalan, farsh o'zida ham mo'ljallagan vaznga yetish mumkin. Bitta yomon tarafi, bu ham suvga tez tarqab ketib, o'sha oziqaning ma'lum qismi suvga chiqib ketishiga sabab bo'ladi. 23-iyun 2018-yil. Afrika laqqasi chavoqlari quruq yemni berilyapti. Yaxshi o'rgangan. Quruq yem asosiy tovuq ichagidan tashkil topgan. Lapsdan pishirib, quritib, granula qilingan. Beramiz. O'sha xuddi o'sha tovuq ikkilamchi mahsulotlarini parrandachilik fabrikalaridan chiqayotgan qayta ishlash orqali mana granulagacha holatiga olib kelinadi va o'sha Afrika laqqasini shu granulalar bilan ham boqsa bo'ladi. Bu yerda endi o'sha granulalar uchun ketgan sarf xarajat ozgina balandroq bo'ladi, lekin buni ham o'sha retseptini to'g'ri ilmiy yondashgan holda yaratish mumkin va oqibatda yaxshi ko'rsatkichlarga erishsa bo'ladi. Mana endi karp baliqlarini oziqlantirishga keladigan bo'lsak, bularga faqat o'sha granulalangan omiqda yemdan foydalangan yaxshi. Chunki bular unaqa farsh bilan uncha yaxshi oziqlana olmaydi. Bularni xalqimizda unaqa tishlar yo'q, yulib olishga mo'ljallanmagan. Bitta dumaloq granulani yutib yuboradi, shu bilan ichiga ham
bunaqa oshqozonga ega emas, yirtqich laqqaga o'xshab o'sha yegan doimiy yeb turadi bu. O'shaning uchun doim har soatda mana masalan mana bu o'lchamdagi baliqlar doimiy yeb turishi kerak. Shuning uchun qanchalik baliq kichkina bo'lgan sari shunchalik oziqlantirish chastotasi yuqori bo'ladi va har soatda berib turilishi kerak. Mana bu ko'rib turganinglar bir 10-15 grammli chavoqlar 35 mingta solingan mana shu qafasga. Qafas diametri o'sha 13 metrlik qafas. Qafas to'rini katakchalari 1 santimetrlik, ya'ni 10 millimetrlik qafaslar bo'ladi. Endi kichikroq bo'lgani yaxshi, kichikroq baliqlar ham mana ko'rasizlar ko'p kirib kelgan. O'sha qafas katakchalari, to'rini katakchalari qanchalik katta bo'lsa, unga kirib keladigan baliqlarni ham soni ham ko'payib boradi. Qafas baliqchiligida qanday xavf-xatar bor? Birinchi xavf-xatar bu qafasni sifati. Qafas to'rini sifati. Qafas agar nozik joydan bitta ip uziladigan bo'lsa, bitta katta teshik paydo bo'lishi mumkin. Shu bilan soniga ta'sir qiladi. Oxirida ko'targanda yoki aniqlanishicha 1-2 kunning ichida ham ancha baliq chiqib ketishi mumkin. Unga ancha e'tibor beriladi. O'shaning uchun o'sha qafas to'rini tikkan fabrikaga ishonmasdan alohida baribir ko'zdan kechirib chiqilishi shart. U mashinkada tikiladimi yoki qo'lda tikiladimi, baribir hamma choki ko'rib chiqilishi kerak. Va suvda turgandan keyin suvda 1-2 kundan keyin yana ko'tarib tekshirib ko'rish kerak har ehtimolga qarshi. Bu ham o'zimiz tajribadan o'tgan, buni ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Chunki bilib bo'lmaydi, endi zavod, fabrikalar hammasi kafolat beradi tikilishiga, sifatiga, lekin baribir ehtiyot shart. Hammasini ko'zdan kechirib tushirgan yaxshi. Shunga ham e'tibor berish kerak. Mana boyagi yangi to'rlarni ham ko'rdinglar, hali suvga tushmasdan turib teshik paydo bo'lganda, mana bu qafas 1 oy turgandan keyin ko'rib turganingizdek mana teshiklar paydo bo'lgan. Bu o'sha chokini overlockda tikilgan joyida so'kilish paydo bo'lgan. Har qatdan so'kilish paydo bo'lgan. Undan tashqari yana bitta katta xavflardan bittasi bu shamol. Boyagi aytganimdek, shamol yo'nalishiga to'g'ri kelib qolmasligi kerak. Tuyabog'iz suv omborida ham o'sha bahor, kuz oylari kuchli shamollar bo'lib turadi. Ayniqsa Bekobod shamollaridan keladigan shamollar. Endi bizani saqlab turgan narsa mana shu damba bo'ladi. Damba orqali uncha kuchli shamollar o'tmay turadi suv pasaygan paytda. Agar suv to'la turgan bo'lsa, bu damba ham qutqara olmaydi. Shunday bo'lishiga qaramasdan qafasni konstruksiyasini, ya'ni karkasini, suvning ustida turadigan qismini ancha puxta qilinishi kerak. Haqiqiy svарщик ustalar yasash kerak. Agar tushunmaydigan odam yoki shoflarni nozikroq qilib qo'yiladigan bo'lsa, mana bunaqa shamollarda o'sha joydan ketib qolib, butun konstruksiya ochilib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyin qafaslarni bir-biriga ulanadigan joylar mana uzilib ketishi mumkin. Bu yerda hech qanaqa bir trus, bir zanjirlar ish bermaydi, chunki zanjirlar mana qimillagani hisobiga o'yvorib o'sha joyi yedirilishi hisobiga noziklashib qoladi o'sha joylar. Undan tashqari bochkalarning qotirilishi, bochkalar ham kuchli to'lqinlarda chiqib ketishi mumkin agar yaxshi svarka yoki bo'shroq qotirilgan bo'lsa. Endi yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Qafasni juda to'lqinga qarshi qiladigan qilib baland ko'tarib yubormasligi ham kerak. Chunki qanchalik baland ko'tarilsa, bu xuddi yelkan singari shu shamolga qarshiligi kuchayib, yanada kuchli qarshilik qilib sindirishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana bitta xavflardan bittasi qushlar masalasi. Endi bizning tajribada masalan chaykalar yoki baklan degan qushlar bor. Bular unchalik xavf tug'dirmaydi, lekin bular ham baliq yeydigan qushlar. Baklan masalan suvning tagidan kelib qafasi ichida baliq to'dasini ko'rsa, o'sha setkani o'ziga urib, tumshug'i bilan o'sha setkani to'g'ri ipini uzib yuborishi mumkin. Bitta ipi uzilsa ham o'sha joyda teshik paydo bo'ladi. Bizani bir hayratga solgan narsa mana bu kechqurun tushishi bilan uchib keladigan qushlar bo'ldi. Ayniqsa laqqalarni boqayotganimizda mana shu qushlar juda ko'p uchradi. Bu nachnaya kvakva yoki tungi kvakva deb nomlanadi. O'zi ham kvak degan ovoz chiqarib qo'yadi. Shuning uchun nomlanishi ham nachnaya kvakva deb
nomlangan. Mana bu baliq xo'r qushlar hisoblanadi. O'sha laqqa bular uchun juda mos kelgan. Chunki laqqa havodan nafas olish uchun tepaga chiqadi. O'sha paytda bu tepada kutib turadi va bitta mushoq bilan cho'qish orqali yutib ola qoladi. Mana bunaqa qushlar qafasni atrofida terib oladi. Chunki bu paytda mana ertalab soat tongi 4-5 larda. Mana shu yerda o'zida bir 10 tachasini ko'rib turibmiz. Yig'ilib olib, o'sha chiqqan baliqlarni bitta-bitta cho'qib yeyaveradi. Ertalab ishchilar uyg'onsa, yana hech narsa bo'lmagan, hech narsa sezilmaydi, bular уже uchib ketgan bo'ladi. Shuning uchun kechasi kunduzi kuzatiladi. Shu qushlarni hujum qilmasligi uchun albatta qafasni usti qushlarga qarshi to'r bilan yana yopiladi. Bundan tashqari yana andatiradigan kalamush sifat jonivorimiz bor. U ham shu suv havzasida yashaydi, suv hayvoni hisoblanadi. Asosan qamish ildizi boshqa suv o'tlari bilan oziqlanadi, lekin qafasni boshpana sifatida qabul qilib, qafasgacha yaqinlashishi mumkin. Oqibatda qafasni to'riga duch keladi va uni to'sini yengib o'tish uchun qafasni to'rini kemirib o'tib, teshik paydo qiladi. U yoqqa bu yoqqa o'tganda teshiklar paydo bo'ladi. Undan tashqari mana norka degan hayvonimiz o'sha tog'li sovuq suv xo'jaliklarda uchrab turibdi. Oxirgi yillarda bu endi qafasni teshib o'tirmaydi, to'g'ridan to'g'ri oshib o'tib, balig'i o'ziga hujum qiladigan hayvonlardan bittasi. Bunga ham ehtiyot bo'lib kuzatib turiladi. Kelajakda amur balig'ini ham intensiv usulda to'liq sistemali xo'jaliklarda sadok usulida boqish rejalashir bor. Ular ham rejada. Ularni ham sekin-sekin sadoklarimiz joy-joyiga tushgandan keyin yo'lga qo'yishni boshlaymiz, xudo xolasa. Mana ko'rib turibmiz, suv o'tlari ancha qoplagan. Bu resurslardan foydalanish kerak. Mana hamma yoq suv o'ti bosyapti. Bundan tashqari suv havzasini bioresurslardan yana bittasi mana bu krevetka. Bu odatda sudak balig'ini oziqasi hisoblanadi. Mana qafas o'rnatilgandan keyin qafas to'rlarining atrofida shu krevetka joylashib olib, o'ziga boshpana hisobida ham oziqa hisobida foydalanadi qafas to'rlaridan. Mana ko'rib turganingizdek, qafas atrofi to'la shu krevetkalardan iborat. Bundan tashqari mana mayda begona baliqlar ham qafas ichiga kirib, atrofida o'sha boshpana sifatida foydalanadi. Bundan ham samarali foydalansa, yana qo'shimcha oziqa sifatida foydalansa bo'ladi. Mana shu laqqa boqilayotgan qafasning o'zida ham o'sha begona mayda baliqlar chavoqlari ko'pligi ko'rinyapti. Bu baliqlar hozir tashqaridan sun'iy oziqa bilan oziqlantirilayotganligi hisobiga bu bioresurslarga qaramayapti, lekin salgina o'sha berilayotgan oziqani kamaytirsa, bular darrov qimillab ov qilishga o'tadi. Bu jarayonni ham kuzatganmizda, bu baliqlar ham hammasi o'sha baliqlarni o'rab olib, birdaniga hujum qilishga o'tadi. Ayniqsa kechasi o'sha ov qilish jarayoni boshlanadi. Bu hozir qoni to'qligi uchun bu oziqaga uncha qaramayapti. Keyin bu oziqa hozir maydalik qilyapti. Bu baliqlar ham bir qarchgacha o'sadi. Koreyskiy vostrobrushka turi. Mana bu bioresurs ham foydalansa bo'ladigan oziqa turlaridan hisoblanadi. Buni ham o'rganib qayta ishlab foydalanish chora-tadbirlarini ko'rsa bo'ladi. Bu ham samara beradigan tabiiy oziqa hisoblanadi. O'zi qafas qo'yiladigan suv havzasi sun'iy bo'ladimi, tabiiy bo'ladimi, o'zini bioresurslariga ega. Shu bioresurslardan oqilona foydalanish maqsadida qo'shimcha mana shu qafas moslamalari qo'yiladi. O'sha bioresurslari o'sha suv havzasini o'zini oziqa bazasi juda katta bo'ladi, faqat bu uncha-muncha joylarda hisobga olinmaydi. Shuni ham hisobga olib, agar foydalansa, bu suv havzasidan oqilona foydalanish bo'lib, yuqori samaradorlikka olib keladi. Chunki bu bioresurslar baribir hech qaysi baliq tomonidan foydalanmaydi. Mana qafas tobora yem bilan boqilish boshlangandan keyin atrofda bunaqa baliqlar ham o'lchamlari kattalashib qoladi. Boya ko'rgan baliqlar hammasi mana shunaqa o'lchamlarga keladi. Endi qish paytida kuzatganimizni ko'rsatmoqchiman. Shu yerda mana o'sha qafas oldida yurgan, yoz paytida yurgan begona baliqlar qish paytiga kelib, ular ham tepaga chiqib
qafasni oldiga kelmaydi, chunki ular ham o'zidan jonini saqlash uchun qish paytida bitta to'daga birlashadi. Mana qirg'oq bo'yida o'sha to'dani holatini ko'rishimiz mumkin. Qanaqa bitta to'daga birlashib, qanaqa himoya funksiyasini bajarayotgani. Mana kelganda hammasi bitta organizmga o'xshab katta to'dani tashkil qilgan. Tonni bu suv havzasida yashab, o'z hayoti umri oxiriga yetganda o'lib ketaveradi. Odamlar ham undan foydalanmaydi, o'b sifatida ham kam qimmatli baliqlar hisoblanadi. Unaqa to'dalar o'sha qirg'oq bo'ylab kun isiganda chiqadi. O'sha qirg'oqdagi suvdan isinish maqsadida chiqadi va oziqlanish uchun chiqishadi. O'sha mana Koreya qil qorini deyiladi, koreyskiy vostorbrushka balig'i. Bu respublikamizning barcha suv havzalarida uchraydigan begona baliqlardan biri hisoblanadi. Demak, o'sha bioresurslarimizdan yana bittasi suvdagi zooplanktonlar. Kechasi tabiiy oziqa bilan oziqlanish uchun qafas moslamalarni ustida 50 sm yuqorida suvga qaratib qo'ygan holda projektorlar osib qo'yilsa, bu ham o'sha suvdan ko'tarilayotgan zooplankton ma'lum miqdorda ehtiyojini qondiradigan darajada ma'lum miqdorda o'sha yemni iqtisod qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari o'sha zooplankton tarkibidagi almashmas aminokislota yemni tarkibida yetishmayotgan almashmas aminokislotalarni o'rnini olib, tanqislikni to'ldirib berishi mumkin. Hozir sal turib yana kelib ko'ramiz zooplankton bilan oziqlanish jarayonini. Hozircha mana begona baliqlarni ko'rishimiz mumkin. Begona baliqlar ham atrofda ko'p. O'sha qafasni setkani ko'zidan kirib, bemalol ichkarida yurib oziqadan foydalanish mumkin bo'ladi bular. Hozir bu biz 1 grammli tashagan baliqlarimizni ko'rinishi bugun masalan 30-avgust bo'lsa, bular 2 oy oldin tashalgan. O'rtacha o'lchami hozir grammlarda hisoblaydigan bo'lsak, 100 grammlarga yaqinlashib qoldi. Mana boyaga aytganimizdek, baliqlar sekin plankton bilan oziqlanishga kelishyapti. Sekin tegidan ko'tarilib butun ommaviy planktonni qirishyapti. Bu ham bitta qo'shimcha oziqa. Ma'lum miqdorda o'sha sun'iy oziqani almashtiradi. Qanchalik o'rnini bosish to'g'risida har xil fikrlar bor. 2024-yilda 29-fevral tungi soat 1:19. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam taxmin. Pakelda olib ko'ramiz. Bu bioresurslar asosan baliq lichinkalari uchun qimmatli oziqa hisoblanadi. Shuning uchun bevosita o'sha qafas xo'jaligini o'zida lichinkalarni shu plankton bilan oziqlantirishga, foydalanishga harakat qildik va oqibatda mana inkubatsiya jarayoni ketyapti va lichinka ochib chiqqandan keyin o'sha plankton bilan oziqlanishga o'tadi va tez vazn olishiga sababchi bo'ladi.
Bu yerda undan tashqari yana bitta narsani aytib o'tish kerak. Mana shu suv havzasini o'zini suv parametrlari, suv sifati ham, suv harorati ham inkubatsiya jarayoniga to'g'ri kelganligi uchun to'g'ridan-to'g'ri shu yerda ochirib ko'rdik va natijasi yomon bo'lgani yo'q. Bu ham sinovdan o'tdi. Demak, suv sifati, harorati ham shu Afrika laqqasini lichinkalari uchun ham to'g'ri keladi. Undan tashqari o'sha suv bioresurslardan ham foydalansa bo'ladi. Afrika laqqasidan tashqari mana karp baliqlarini ham inkubatsiya jarayonlarini o'tkazdik. Bu yerda endi Afrika laqqasiga nisbatan mart oylarida o'tkazildi. Afrika laqqasi masalan yoz oylarida o'tkazilgan bo'lsa, bu mart oylarida harakatni boshladik va karp lichinkalari uchun ham ancha suv parametrlari to'g'ri ekanligi aniqlandi. Bu yerda endi asosiy maqsad shu suv bioresurslardan oqilani foydalanish bo'lgan va ochib chiqqan lichinkalar to'g'ridan-to'g'ri zooplankton bilan oziqlantirishga o'tkazilgan. Mana bu tushib turgani hozir kichkina sita. Bu yerda na plankton, na lichinkalar chiqa oladi. Mana bu yerda e'tibor beriladigan narsa bu yerda ham o'sha lichinkalarni o'lchami va sitani katta kichikligi, katekchasini. Katta bo'lib ketsa lichinkalarning o'zi chiqib ketadi. Ja kichkina bo'lib ketsa planktonlar ham kira olmay qoladi. Shuni hisobiga yo plankton bilan doimiy ta'minlab turilishi kerak yoki sita tozalanib turilishi kerak. Albatta, uni ham inobatga olinadi. Mana bu ko'rib turganingiz o'sha zooplankton bilan oziqlanayotgan lichinkalar bo'ladi. Dafniya, siklop, ratiferalar shularning jumlasidan bular suv havzasini o'zida tabiiy oziqa bazasini shakllantirgan. Ana o'sha baliqlarni endi bevosita sal kattaroq bo'lganda 5-6 gram bo'lganida o'sha karp baliq lichinkalariga qanchalik foyda berayotganligi. Ayniqsa o'sha kechasi kuzatilayotganda hamma baliqlarning harakati, oziqlanishi nazorat qilsa bo'ladi. Shuning uchun ham qafas baliqchiligida ko'proq kechasi kuzatiladi. Har bitta baliqni ko'rish mumkin. Qanaqa harakatlanyapti, qanaqa o'syapti. Xuddi akvariumda ko'rgandek kechasi ko'rinadi. Agar suv tiniqligi katta bo'lsa o'sha suv havzasida. Odatda bahor oylari suv tiniqligi kattaroq bo'ladi, kuzga borib suv tiniqligi pasayib ketadi. Undan tashqari ham kechasi ham kunduzi kuzatish kerak. Har bitta jarayonni kuzatish kerak, baliqlarning holatini kuzatish kerak. Mana bu yerda hozir bir favqulodda vaziyat, baliqlar tez-tez sakrashni boshladi. Bu endi g'ayritabiiy hisoblanadi, g'ayritabiiy tuyuladi, lekin bu har oziqlangandan keyin baliqlar shunaqa sakrashga o'tadi. Bu yerda har xil sabablar bo'lishi mumkin. Bu yerda to'ygandan keyin kislorod bilan to'yinish yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin, lekin shunaqa holat kuzatiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganimiz, har bitta voqeaga befarq bo'lish kerak emas. Qafasda baliqlarni doimiy nazorat qilishda mana shunaqa hodisalarga ham e'tibor berib, uni javobini topib qo'yish kerak. Qafasda baliq yetishtirishda saralashning qanday ahamiyati bor? Saralashning juda katta ahamiyati bor. Chunki har bitta saralash jarayonidan keyin baliqlar o'z vazniga teng bo'lgan baliqlardan biriga bitta qafasga solinadi, bitta qafasga tushadi. Shundagina bular teng kuchli bo'ladi va yemni teng barobar yeyish imkoniyatiga ega bo'ladi. Agar vazni o'lchami bo'yicha har xil bo'lib qolsa, katta baliqlar ustunlik qiladi va yemga birinchi bo'lib yetib kelib, kichikroq baliqlar doim chetda qolib ketaveradi. Shuning uchun bu endi tizim intensiv tizim bo'lganligi uchun baliq soni ham ancha katta bo'ladi. Shuning uchun bitta qafasda, bitta to'dada juda katta zichlikda faqat kattalar ustunlik qiladi va kichkinalariga oziqaga yetib kelish imkoniyatini to'sib qo'yadi. Shuning uchun o'sha kichkinalarga ham oziqani yetarli darajada qilish uchun uni kichkinalarini alohida saralab olib, alohida qafasga solinadi. Shu paytda o'zida o'sha qafasga tushayotgan baliqlarning o'rtacha vazni aniqlanadi. O'rtacha vazndan kelib chiqib, baliqlarning soni aniq bo'ladi va bitta qafasga tushgan baliqlarning o'rtacha kilogrammi kelib chiqadi. Shu o'rtacha kilogramdan keyin bizga beriladigan oziqani kilogrammini hisoblab topishimiz mumkin. Beriladigan oziqaning vazni uni baliq vazni va suv haroratiga bog'liq. Ko'rib turgan tablitsalar shu baliq o'lchamlari va haroratga nisbatan belgilangan ratsioni. Demak, ratsion bu harorat va baliq vaznidan kelib chiqadigan kunlik norma, oziqa me'yori hisoblanadi. Shuni aniqlashimiz uchun ham baliqlarning o'rtacha vazni va sonini aniq
bilishimiz kerak. Har bitta qafasda nechta baliq bor и vazni necha kilogramm. Shundan keyin qancha yem berilishi aniqlanadi. Endi baliqlarni zichligi soni aniqlangandan keyin kuniga necha mahal berish vazifasi turadi. Endi baliqlarni oziqlanishiga qarab bu narsa qisli. Qanchalik zichlik katta bo'lsa, shunchalik chastata beriladigan vaqt ko'p bo'ladi. Masalan, bir kunda 8 soat bo'lsa, 8 marta beriladi. Zichlik kamroq bo'lgan sari har 2 soatda, undan kam bo'lsa har 3 soatda. Bundan tashqari baliq vazniga va suvni haroratiga ham bog'liq chastatasi. 12 avgust 2023-yil Afrika laqasini saralash ishlari ketyapti. Oxirgi saralash jarayoni shundan keyin qilinmaydi bu safar. Hozir saralashganimizda unaqa 1 kiloliklari katta sadokka, o'rtachalari 700-800 bunga, kichkinalari 300-400lari bu yoqqa ajratilyapti. Mana bu kattalari. Glавный рыбовод Абрахам. Demek, hozircha mana har 3 soatda yem berib turlar, yem berish jarayonini ko'rib turibsizlar. Bevosita yaqinroqdan ham ko'rsatamiz. Hozir mana bu yoqdan ham yem berish jarayoni bo'ladi. Mana bu ham o'sha o'tgan yerdagi tashalgan baliqlarning razmeri bo'ladi. Bu sohani egallashda ham ancha-muncha bilimga ega bo'lish kerak. Mana hozir bizani mutaxassisimiz qanaqa yetishtirish, qanaqa baliqqa yem berish jarayonini ko'rsatyapti mana. Mutaxassisimiz ham Agrar universiteti baliqchilik yo'nalishida o'qib chiqqan, bakalavr diplomiga ega, hozir magistratura bosqichini ham muvaffaqiyatli tugatdi. Xudo xolasa yetuk mutaxassislardan biri. Qafas tipidagi endi baliq xo'jaliklari to'g'risida yana qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak, qafasning o'zi shakllari har xil bo'lishi mumkin. Mana to'rt burchak bo'lishi mumkin. Kvadrat shaklda yoki mana bunaqa dumaloq ko'rinishda 8 qirrali qilib yasalgan shunaqa bo'lishi mumkin. Yasalishi yo taxtadan, yo plastik trubalardan yoki bizga o'xshab mana bunaqa temir profillardan yasalgan bo'lishi mumkin. Keyin mana bu qafasni materialiga keladigan bo'lsak, bu bevosita mana kaprondan qilingan. Material kapron. Keyin yana jilkali naylondan bo'lishi mumkin, lekin u quyoshga chidamaganligi uchun ko'proq kaprondan ishlatiladi. Nimaga temir setga zanglanadigan qilinmaydi degan savollar bo'lishi ham mumkin. Buni mana ko'tarib tushirish uchun, baliqlarni doimiy nazorat qilib turish uchun mana shunaqa ko'r material bo'lgani yaxshi. Shunda ko'tarib ilib qo'yiladi, baliq ko'rinadi. Temirli bo'lsa, bukilib bo'lmaydi, boshqa narsa qilib bo'lmaydi. Uni ko'tarib tushirish imkonsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shunaqa qafas materiali asosan kaprondan bo'lgani yaxshi. Keyin kichkina chavoqlar uchun setkani o'lchamlari o'sha chavog'i o'lchamiga mos kelishi kerak. Qancha kichkina bo'lsa, qafasning ko'zi ham, setkani ko'zi ham, to'rni ko'zi ham shunchalik darajada kichkina bo'lib borishi kerak. Mana kattalashgan sari sekin qafas to'rini ko'paytirib kattalashtirsa bo'ladi. Mana bu masalan tovarniy baliqlarniki bu yerda 2,5-3 santimetrli. Hamitda mana undan kichikroq, mana 1,5-2 santimetrli.
Boshqa chavoq baliqlarniki ham bor. U yerda 0.5 dan 1 gacha boradi. Hozir birliklarimiz mana bu yoqda ko'rinib turibdi. 1 santimetrlik qafas materiali mana bundaqa ko'rinishda bo'ladi. O'ta ham ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, qafasni o'sha kamerasini tikilish jarayonida bu rombik sifatida tikilgan, mana romb ko'rinishda turibdi setkalar. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, rombik bo'lib turibdi. Qo'lim bu rombik. Ahamiyatda endi kvadrat ko'rinishda tikilgan. Kvadrat. Kvadrat ko'rinish tipida tikilgani setka ko'zlari to'liq ochilib turadi. Shunisi bilan farq qiladi. Keyin buni tikilayotganda o'sha mutaxassislari ko'proq kvadratga e'tibor berishadi. Material ancha iqtisod bo'ladi va to'r o'zi arzonroq tushishi mumkin. Bu tipda tikilganiga ko'proq material ketadi, chunki bitimlari ko'p chiqadi shunaqa shaklga keltirish uchun. Boqish jarayoni hali ham davom etyapti. Endi bu yerda balig'i stresslari, qo'rqishlari hisobiga mana yaqinlashganimizda boya uncha chiqmagan edi. Hozir ketishimiz bilan mana egasini tanib, yaxshiroq chiqish boshlashdi. Yana bitta narsani hisobga olib qo'yish kerak. Qafas baliq xo'jaligida cho'kuvchi va cho'kmaydigan yemlardan foydalansa bo'ladi. Buni ham ikkalasini o'zini yaxshi va yomon tomonlari bor. Endi yomon tomonlari nimada? Cho'kuvchi yem cho'kib ketadi. Baliq agar yeb ulgurmasa, o'sha setkani teshiklardan o'tib, yana cho'kishda davom etib, o'sha suv omborini o'ziga chiqib ketishi mumkin. Cho'kmaydigan yem bo'lsa, mana bunaqa bayda setkadan qilib atrof to'sib qo'yiladi va tashalgan o'sha yem mana bunaqa ustida suzib turadi. Baliq o'sha o'zini me'yordan kelib chiqib, yeb to'yib turaveradi. Bu tozda kelganimiz uchun yana baliqlar cho'chib kirib ketgan. Endi yaxshi tomonlar yana shu baliq qafas baliqchiligini, xo'jaligini bu yerda hammasi nazorat kuchli bo'ladi. Hamma baliq sanalgan. Qanaqa nima sababdan yo'qolib qolish sabablari aniq bo'ladi, o'z-o'zidan yo'q qolmaydi. Bu yerda eng katta bitta risklardan bittasi, tavakkalchilikning bittasi setkani butunligida. Setka agar teshilib qolsa, butun qilgan mehnat o'sha teshikdan chiqib ketishi mumkin. Bitta yomon tomoni shu. Hovuz xo'jaligidan farqi ham katta farqi shunda. Bu yerda suv sifati a'lo darajada bo'ladi, kislorod a'lo darajada bo'ladi. Baliqlar aktiv ishtahada bo'ladi doim. Lekin shamol bilan o'sha setkani yirtilib qolish jarayoni bitta minuslardan bittasi shu. Shu narsalarni bartaraf etilsa, bu yerda yuqori samarali baliqchilik yurg'izish mumkin. Chunki bu intensiv tizimlardan bittasi hisoblanib, har kubometriga masalan agar har bir parametri optimal darajada bo'ladigan bo'lsa, 150-200 kilogacha olish mumkin. Aynan mana shu karp balig'ini o'zini. Endi Afrika laqqasini-yu 500 kilo kubometrga olsa bo'ladi. Shu tomonlama bu yuqori samarali texnologiya hisoblanadi. Yana nima deyish mumkin? Demak, yem tashil jarayonlarini ko'rsatdik. O'sha qirg'oqda tushirilib, sekin o'sha qayiqlarga ortilib olib kelinadi. Qanchalik katta bo'lgan sari baliq xo'jaligi shunchalik ko'p qo'lni tashishga to'g'ri keladi. Shuning uchun qirg'oqdan bitta dostup bo'lishi kerak, ya'ni yo'l bo'lishi kerak. Shu qafas xo'jaligi uchun alohida bitta yem tushirib ko'tariladigan joy bu. Mana bu yerda endi yana bitta cho'kmaydigan yemlar bilan boqilayotgan jarayonni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda asosan qalli rakoni cho'kmaydigan yemlardan foydalanganmiz. Bu cho'kmaganligi uchun hamma baliqlar ustidan ovqatlanyapti.
sadoklarda umumiy hisobda har kubometrida 40-50 kilodan yetishtirsa bo'ladi. Mana hozir bu yuzasi 100 kvadrat metr, 24 metr bo'ladigan bo'lsa, taxminan 240 kuba suv o'zida bor. Mana hozir o'sha bahorda masalan avgust oylarida 14-15 grammlik tashalgan. Mana hozir o'sha o'lchamlarini ko'rishingiz mumkin. Buni bevosita ichiga tushirib ko'rsatamiz. Mana shunaqa mana o'lchamdagi baliqlar bu o'tgan yilda tashalgan baliqlarni 14-15 grammlik bo'lgan bo'lsa, mana bu yilgi xuddi shu o'lchamdagi baliqlar hozir yana boshqa qafas baliqlarni ko'rsatamiz. Shunaqa o'lchamga kelib oladi. Endi yetishtirish jarayoniga keladigan bo'lsak, bu ham o'sha yuqori balanslashgan, oqsili yuqori bo'lgan omoqda yemlar bilan boqiladi. O'zimizda mahalliy ishlab chiqaruvchilarniki ham bor, lekin garantiya beradigani o'sha chet ellik Germaniyada Alirako yemlari bo'ladi, Polshada ishlab chiqarilgan. Mana boyaga aytilgan, demak o'tgan yil tashalgan 14-15 grammlik baliqlar mana bunaqa razmerga keladi. Mana shu ko'rgan balig'inglar o'sha o'tgan yilgi tashalgan 14-15 grammlik baliqlar. Yana bitta narsani hisobga olib qo'yish kerak. Ekstremniy vaziyatda bo'ladi. Qayiqlar doim o'z joyida turish kerak. Tayyor turish kerak. O'sha xizmat ko'rsatayotgan ishchi personal bevosita qirg'oqqa borib aloqani tez bog'lash uchun, nimadir kerak bo'lib qolsa qirg'oqqa chiqish uchun doim bizda sharoit bo'lishi kerak. Yana qo'shimcha yana bitta qayiq bo'lib turishi kerak. Bu ishlamay qolgan taqdirda ikkinchisi ehtiyoj qondir sifatida qoplab turishi kerak. Zaxira sifatida. Endi bu baliqlarni parvarish qilishdan tashqari baliqlarni qariydigan o'sha mutaxassislarga ham sharoit yaratib berish kerak. Shu yerda kecha-yu kunduz baliqlarga qarab yashash kerak o'zi ham. Shuning uchun mana bunaqa sharoitlar ham qo'yish kerak. Mana bu yerda asosiy yemlarimiz turadigan joyi. Bitta alohida bu ham qilib qo'yish kerak. Bu uyda albatta o'sha xo'jalik ishchilari yashash kerak. Mana hammasi hisob-kitob kompyuterlar bor. Mana yoshillar. Xullas nima deymiz, bu soha ham rivojlanib kelyapti. Dunyo bo'yicha mana hozir yana oldingi videolarimda ko'rsatgandek qafas baliq xo'jaligiga yuqori samarali bo'lganligi uchun ehtiyoj katta. Bu soha ancha rivojlanib kelyapti. Bundan tashqari biz hozir mana ichki suv havzalarimizdan foydalanyapmiz. Okeanda ham o'sha dengiz baliqlarini yetishtirish bo'yicha juda katta hozir qadamlar bilan intensiv akvakulturani shu yo'nalishda rivojlanib kelyapti. Bu endi baliq ovidan ko'ra ancha samarali bo'lib, hozir baliq ovidan ko'ra baliq yetishtirish qismi ancha og'irlashib qoldi. Bu
salmog'i yildan yilga yana oshib boryapti. Bu degani akvakultura kelajak sanoati bo'lib, o'sha baliq mahsuloti bilan butun yer shari aholisini ta'minlash qurbi yetadigan darajada yuqori texnologik jarayonlar bilan ishlaganda intensiv akvakultura juda ham samarali hisoblanadi. Qafas baliqchiligida qaysi kasalliklar juda xavfli hisoblanadi. Endi bu qafas baliqchiligi ochiq tizim bo'lganligi uchun tabiatda o'zida ming xil kasalliklar bor. Hammasi bilan kasallanishi mumkin. Chunki bu suv tashqaridan kiradi, qayoqlardandir oqib keladi. Shuni hisobiga buni hech qanaqa kafolati yo'q. Kasallanmaydi degan gap umuman bo'lishi mumkin emas. Chunki tashqaridan kiradigan kasalliklar suvga tushadi, suv orqali suv omboriga va o'sha suvda yashaydigan hamma baliqlar zararlanadi. Faqat bitta xavfli tomoni bor, bu tizimda baliqlar o'ta zich bo'ladi. Zich bo'lgandan keyin o'sha bitta baliqqa yuqqan kasallik ikkinchisiga yuqish ehtimolligi juda katta bo'ladi. Shuning uchun baliqlarni qafas baliqchiligida asosan balig'i immunitetini oshirishga qaratiladi. Ya'ni baliq qanchalik o'ziga to'g'ri keladigan, to'g'ri oziqlantirsa, ehtiyojini qondiradigan samarali yemlardan foydalansa, baliq shunchalik o'zi o'sha kasalliklarga qarshi turib bera oladi. Undan tashqari ba'zi bir xatoliklarga yo'l qo'yiladiki, baliqlar shikastlanib qoladi. Masalan, transportirovka, baliq tashish jarayonida, baliqni saqlash jarayonida, sotuvga chiqarish jarayonida o'sha baliqchavoqlari shikastlanib qoladi va uni oqibatida baliq kasalliklari kelib chiqadi. Mana bu ko'rib turganinglarda baliq keltirish jarayonida baliqlar shikastlangan. O'sha shilimish qavatidan yo'qolganligi hisobiga unga saprolegniya yopishgan va saprolegniyoz kasalligi bilan kasallangan. Bu yerda endi birinchi qilinadigan ish baliqlarni bezovta qilmaslik, o'ziga qo'yib berish. Qanchalik tinch bo'lsa baliq, shunchalik o'sha kasallikni yengib o'tadi. Oziqlantirish minimal bo'ladi. Ba'zi baliqlar shu oziqlanish orqali o'ziga kuch yig'ib turib, keyin sekin-sekin kasallikni yengib o'tib ketishi mumkin. Kasallik yengib o'tilmagani baribir o'lib ketadi. Uni baribir qafasdan tez-tez tozalab turish kerak bo'ladi. Agar kasallangan baliqlarni yana davolayman deb qayta qo'zg'atib, uni yana har xil vannalar qilib har kuni urintiraversa, o'sha kasallanmagan sog' baliqlarga ham yuqib qolish ehtimoli bo'ladi. Bundan tashqari mana qafas baliqchiligida baliq kasalliklariga qanday chora ko'riladi? Masalan, intensiv oziqlantirgandan keyin ko'rib turganinglardek, qafas to'rlari perifiton bilan, ya'ni suv o'tlari bilan o'sib, yam-yashil bo'lib, qafas devorini qamrab oladi. Oqibatda suv almashinuvi sekinlashadi, kislorod kirishi sekinlashadi, suv aylanishi sekinlashadi, baliq axlatlari tarqab ketishi sekinlashadi. Oqibatda baliq o'sha o'zini chiqarayotgan axlati bilan zaharlanib qolish ehtimoli katta bo'ladi. Shuning uchun ko'riladigan choralardan bittasi shu qafas to'rini tez-tez tozalab turish kerak. Qafas moslamalaridagi to'rni tozalashni o'rganamiz. Buning uchun mana 1 yil ishlagan to'rimiz perifiton bilan qoplanib qoladi. Setkalar hammasi yashil o't bosib qoladi. O'shani qanaqa tozalash kerak? Qarchiroq kelib qo'yganmiz. 950 bar beradigan 1.4 kilovatda ishlaydigan 220 da ishlaydi. Buning uchun birinchi setkalarni tortib olamiz. Teparoqqa ko'tarib olamiz. Tekis qilib ko'tarib olamiz. Mana ko'tarib oldik. Endi karcherimizni olamiz. Shunaqa qilib ishlatamiz. Hozir ovoz eshitilmaydi. Kuzatishga davom eting. Endi boya tepada aytib o'tilgandek, karp lichinkalarini olish ishlari undan shug'ullanadigan bo'lsa, albatta zotga e'tibor berish kerak. Mana bizani
xo'jaligimizda o'sha baliq zotlari boqiladigan alohida qafas tayyorlangan. O'sha yerda ota-ona baliqlar saqlanadi va alohida e'tibor bilan oziqlantiriladi. Chunki bu qanchalik to'g'ri oziqlantirsa, beradigan ikrasi ham shunchalik sifatli bo'ladi. Bizning xo'jaligimizda o'sha o'zimizning mahalliy va o'sha chet eldan keltirilgan karp zotlari saqlanadi. Chunki bu naslchilik ishi ham respublikamizda juda muhim. Avvalambor suv sifati yaxshi bo'lsa, yem yaxshi sifat bo'lsa, o'sha qoladigan savol baliqni zotiga borib taqaladi. Baliqning zoti qanchalik yaxshi bo'lsa, o'sha yaratiladigan sharoitlarni shunchalik o'zida namoyon qila oladi. Ya'ni yemni to'la potensialini ko'rsata oladigan darajada bo'ladi. Yem yaxshi bo'lsa-yu, suv sifati yaxshi bo'lsa-yu, zotiga e'tibor berilmasa, o'sha yaxshi ko'rsatilgan qimmatli narsalarni baliq o'zida namoyon qila olmaydi. Oqibatda baliq baribir o'smay qolaveradi. Shuning uchun baliq zotiga ham alohida e'tibor beriladi. Qafas moslamalariga mana yemni tashish jarayoni ketyapti. Qafaslarimiz Toshkent dengizini to'g'onini oldida joylashganligi uchun qirg'oqda suv olib o'shani qayiqlarga qafasni oldigacha tashishga to'g'ri kelyapti. Shuning uchun mana shu o'zida 3 tonna 4 tonna ortilib hech kimga yetadigan bo'lsa shu darajada ortilib olib ketiladi. Har hafta tashib uzluksiz oziqa bilan ta'minlash amalga oshiriladi. Ota-ona baliqlarni qafasdan yetishtirilgan baliqlar qanday qilib qirg'oqqa olib chiqiladi? Xuddi qanaqa baliq olib kelingan bo'lsa, bu yerda ham yo'q, qayiqda to'g'ridan-to'g'ri qayiqqa yashiklarga ortib qayiq o'zida olib kelish mumkin yoki tirik agar jo'natish kerak bo'lsa, uni bitta qafas yana ishga solib, ichida masalan mana bu ota-ona baliqlarni qirg'oqcha olib chiqish uchun qafasni o'zida baliqlarga shikast yetkazmaslik uchun ehtiyotkorlik bilan sekin yurib eng past tezlikda qirg'oqqacha olib chiqiladi. Ko'rib turganinglar o'sha baliq zotlari bilan ishlangan. Bu ham bitta qafas baliqchiligining yo'nalishi, ya'ni baliq zotlari bilan ishlash yo'nalishi alohida naslchilik xo'jaligini ham tashkil qilsa bo'ladi. Chunki ishlashga juda qulay. Ota-ona baliqlarni alohida saqlash mumkin, kerakli vaqtda lichinkalarni olish mumkin, plankton bilan oziqlantirish mumkin. Tovar baliq hisobida bu mana ota-ona baliqlarni ham sotuvga chiqarish mumkin. Xuddi shu usul bilan mana tovar baliqlarni ham qirg'oqqacha olib kelib, qafasda endi bu yerda o'sha vazni katta bo'lganligi uchun 3-4 tonna bo'lgani uchun bitta qafas o'zida shu tonna balig'i qafasi o'zi bilan qirg'oqqacha tortib olib keladi va qirg'og'idan o'sha tirik baliq tashiydigan mashinalarga ortiladi. Ortishda albatta o'sha qulayliklarni yaratib olish kerak. Bu yerda hammasi hozir qo'l mehnati bo'lyapti, lekin buni ham avtomatlashtirish mumkin. O'sha tabiiy suv havzasini o'zidan suvdan foydalanish, suvning sifati yaxshiligi, oziqasidan foydalanish ancha samarali hisoblanadi. Qafas baliqchiligida daromad qilsa bo'ladimi? Hammasidan to'g'ri foydalansa qilsa bo'ladimi degan savolga oxirida bitta misol keltiramiz. Masalan, 8 burchakli qafas misolida daromadni ko'rib chiqamiz. Narxlar 2026-yil hisobida. Ko'rib turganinglardek, qafas karkasi o'sha profillardan yasalgan bo'ladi. Profilni narxidan kelib chiqiladi hamma narx-navoli. Undan tashqari qafas to'ri bu maxsus o'sha kapron ipidan to'qilgan bo'ladi. Fabrikada chiqqan bo'ladi. Uni qo'l mehnati yoki mashinalarda bichib qafas holatiga olib kelinadi. Hammasini hisoblaganda mana bitta qafas karkasi 20 million, qafas to'ri 20 million, mustaqil 10 million bo'ladi. Keyingi punktimiz bog'lanadigan baliqlarning soni. Bitta qafasga masalan bu hamma hisob kitobimiz Afrika laqqasi bo'yicha ketyapti. Bitta balig'i o'rtacha vazni 2,5 qiladigan bo'lsak, bunga 10 mingta, ya'ni bitta qafas o'zida 25 tonna hisobini olamiz. Baliqchaqalar donasi 2 mingdan yetishtiriladigan vaqti 6 oy. Demak,
maydan boshlab to noyabrgacha ushlab tursa bo'ladi. Baliq oziqasi boya aytganimizdek, parrandachilik ikkilamchi mahsulotlardan foydalansa bo'ladi. Hozirgi kunda 1 kilosi 2000 so'm. O'sha muzlatilgan farsh holatda burburchak muzlatilgan bo'ladi yoki yangi holatda bo'ladi. 1 kilo baliq o'sish uchun o'sha oziqadan 3 kilo sarf bo'ladi. 6 oydan keyin o'sha baliqlarning o'rtacha vazni 2,5 kiloga yetadi. Yoki o'sha quruq granullangan yemlardan ham foydalanish mumkin. Buni faqat hisob-kitobini to'g'ri olish kerak va qayta ishlashni qilmasdan turib, bu quruq yemlar bilan boqish unchalik samarali emas, chunki narx-navosida katta farq qilmay qoladi. Bu yerda ishlaydigan ishchilarning haqqi ham hammasi hisoblangan. Demak, ikkita ishchi butun qafas tizimini boshqara oladi, ishlarni bajara oladi. Oylik ish haqqi 5 milliondan bo'ladi. Oziq-ovqatiga 1 oyga har bir ishchiga 1 milliondan ajratiladi. Transport xarajatlari ham hisobga olingan. Demak, baliqlarni olib kelish kateri, motori yoki o'sha avtotransportni xarajatlari, ijara to'lovi, masalan, qafas qayerda tursa ham o'sha turgan joyga ijara to'lanadi. Soliq va boshqa xarajatlar hammasi hisobga olganda, bu yerda to'k xarajatlar hammasi hisobga olganda, mana shu xarajatlar ketadi. Umumiy xarajatimiz demak 310 millionni tashkil etdi. Endi bitta qafasdan olinadigan daromadni hisoblasak, 1 kilo baliq ulgurji narxi hozirgi kunda 16 ming. Toshkent bozorlarida chakana savdo masalan 25 ming so'm. Helsinki supermarketida 1 kilo baliq filesi, mana Afrika laqqasini filesi narxi 90 ming so'm turibdi. Endi shu daromadni qanchaligi shu sizni tanlagan marketing yo'lingizga qarab tebranib turadi. Demak, eng pasti 400 milliondan 875 milliongacha tebranadi. Demak, hech narsa qilmasdan turib 16 ming so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, bu 400 million so'm degani. Unda o'sha balig'i 1 kilosi 16 mingdan sotilganda. Shuni hisobga olib sof foydani chiqaradigan bo'lsak, bu 90 millionni tashkil etadi. Mana qadrli do'stlar, sizlar bilan butun qafas baliqchiligi jarayonlarini birma-bir ko'rib chiqdik. Uchraydigan xavf-xatarlar, samaradorligi, ustun taraflari hammasi izoh berdik, maslahatlar berdik. Foydali bo'lgan bo'lsa bitta like ga ayamaysizlar. Rahmat, salomat bo'linglar.